Eron arablarni tuya va sandallar davriga qaytarish bilan tahdid qildi. AQSh ittifoqchilariga qarata, agar Eron infratuzilmasiga zarbalar to'xtatilmasa, butun mintaqani vayron qilib, arablarni tuya va sandallar davriga qaytarish bilan tahdid qildi. Netanyahu sharmandali tarzda parlamentdan quvib solindi. Yahudiylar nega undan yuz o'girdi? U o'z o'rindig'iga o'tirmoqchi bo'lganida, muxolifat deputatlari o'rinlaridan turib, uning yuziga qarab yo'qol va sharmandalik deb tinmay baqirishdi. Rossiyani titratgan vazir ishdan olindi. Ukraina halokat yoqasida. Odamlar qo'llarida bu kalamushcha harakat Fedorovni qaytaring degan plakatlar bilan hukumatga qarshi chiqmoqda. Toshkentga qarab tosh otgan Tolibon vaziri tanqidlar ostida qoldi. Shuningdek, Tolibon mulozimiga ko'ra, O'zbekiston boy islomiy merosga ega bo'lishiga qaramay, islomdan ancha uzoqlashgan. Dastur davomida ushbu xabarlarning to'liq tafsilotini ochiqlaymiz. Iltimosimiz, har galgidek mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Bazadan registratsiyangiz chiqmayaptimi? Mehnat shartnomangiz yo'qligi uchun jarimaga tortilishingiz mumkinmi? Biz Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga hujjat ishlarida professional yordam beruvchi 10 yillik ish tajribasiga ega ishonchli xizmatni taklif qilamiz. Registratsiyani bazaga kiritish, turdovoy dogovor tayyorlash va uydamleniga yuborish, zapret va deportni oldindan tekshirish, reyestr va ba'zi muammolarga yechim topamiz. INN va SINLS olish, tibbiy sug'urta va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. WhatsApp va Telegram orqali ushbu raqamlarga hoziroq yozing. 24/7 xizmatingizdamiz. AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar Fors ko'rfazini olov halqasiga aylantirdi. Washingtonning Eron harbiy salohiyatini yo'q qilishga qaratilgan 6 kunlik shiddatli operatsiyasi ortidan Tehron nafaqat mudofaaga, balki butun mintaqa bo'ylab keng ko'lamli qasos zarbalariga o'tdi. Eronning Xotam al-Anbiyo qo'mondonligi AQSh ittifoqchilariga qarata, agar Eron infratuzilmalariga zarbalar to'xtatilmasa, butun mintaqani vayron qilib, arablarni tuya va sandallar davriga qaytarish bilan tahdid qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi zarbalar haqiqiy infratuzilmani zaiflashtirishni ko'zlaganini da'vo qilayotgan bo'lsa-da, havo hujumlari geografiyasi kengayib, ilk bor Eron ichkarisiga, xususan poytaxt Tehron atrofi hamda Semnan viloyatidagi ballistik raketlar va kosmik dastur markazlariga, shuningdek, Hamadon, Xuziston, Lariston, Markaziy Siston va Balujiston viloyatlari hamda Qishim orollarigacha yetib bordi. Eron rasmiylariga ko'ra, so'nggi to'qnashuvlar oqibatida mamlakat bo'ylab kamida 35 kishi halok bo'lgan, 300 dan ortig'i yaralangan bo'lib, ular orasida Bandar Abbos shahridagi turar joy binolari, Bandar Xamir yo'nalishidagi hayotiy muhim transport ko'priklari, elektr tarmoqlari, bu shahar atom elektr stansiyasi atrofida sodir bo'lgan portlashlar qurbonlari hamda Siston hamda Balujistonda Eron armiyasining piyoda brigadasi kazarmasiga berilgan zarbada halok bo'lgan 7 nafar harbiy bor. Tehron bu zarbalarga sukut saqlab turmadi va Islom inqilobi muhofizlari korpusi hamda mamlakat armiyasi Bahrayndagi Sahr aviabazasiga, Iordaniya va Quvaytdagi AQSh harbiy obyektlariga raketlar hamda dronlar bilan shafqatsiz javob qaytardi. To'qnashuvlar ko'lami shu qadar kengaydiki, hatto Qatar ham zarbalar nishoniga aylandi. 17-yilga o'tar kechasi Eron harbiylari Yaqin Sharqdagi taxminan 10 ming nafar AQSh harbiysi va CENTCOM havo operatsiyalari markazini o'z ichiga olgan eng yirik strategik baza hisoblangan Al-Udeyd aviabazasiga ballistik raketlar bilan hujum uyushtirdi. Doha osmonida havo hujumidan mudofaa tizimlari ishladi va interceptorlar parchalari turar joy hududiga tushishi oqibatida tinch aholi vakillari jumladan bir bola jarohatlandi. Eronning Xotam al-Anbiyo qo'mondonligi esa AQSh ittifoqchilariga qarata, agar Eron infratuzilmasiga zarbalar to'xtatilmasa, butun mintaqani vayron qilib, arablarni tuya va sandallar davriga qaytarish bilan tahdid qildi. Ayni paytda AQSh Eron portlariga qarshi dengiz blokadasini kuchaytirib, uni buzishga uringan kemalarga qarata o't ochmoqda. Eron esa Bandar Abbos osmonida AQShning razvedka dronini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Tramp Tehron taslim bo'lmagan uchun hujumlar to'xtamasligini va barcha strategik obyektlar yakson qilinishini uqtirayotgan bo'lsa, Eron tomoni AQSh bu hududni butunlay tark etmagunicha kurashni to'xtatmasligini bildirmoqda. Ikki o't orasida qolgan Bahrayn, Quvayt va Iordaniya kabi davlatlar o'z hududlaridagi AQSh obyektlarini himoya qilish uchun havo mudofaa tizimlarini to'liq jangovar holatga keltirib, ogohlantirish sirenalari ostida yashashga majbur bo'lmoqda.
Yahudiylar va Isroil muxolifati Benyamin Netanyahudan butunlay yuz o'girdi. U o'z hokimiyatini saqlab qolish ilinjida milliy xavfsizlik va adolat tamoyillarini ochiqchasiga sotib yuborgan rahbar sifatida jamiyatning sabr kosasini to'ldirdi. Knesset zalidan yo'qol, sharmandalik degan hayqiriqlar ostida quvib solingan Netanyahuning nahotki hukmronlik davri yakuniga yetdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Parlament binosi ichida Netanyahu zalga kirib kelishi bilan vaziyat portlash darajasiga yetdi. U o'z o'rindig'iga o'tirmoqchi bo'lganida muxolifat deputatlari o'rinlaridan turib, uning yuziga qarab yo'qol va sharmandalik deb tinmay baqirishdi. Zal ichidagi g'alayon va haqoratlar shunchalik kuchli ediki, parlament minbari qiyshuv va g'azab ichida qoldi. Avvaliga o'zini haqoratlarga pisand qilmagandek tutishga uringan Netanyahu bu bosimlarga dosh bera olmadi. U o'zini quvib solingandek his qilib, boshini ekkancha zalni shoshilinch ravishda tark etdi. Eng sharmandali tomoni, u o'zi ilgari surgan va koalitsiyaning taqdirini belgilaydigan ushbu muhim qonun bo'yicha ovoz berish jarayonini ham kutmasdan zaldan chiqib ketdi. Ushbu siyosiy to'fonning sababi juda oddiy va shu bilan birga nihoyatda mudhish. Mamlakat urush girdobida qolib, Isroil armiyasi zudlik bilan 12 ming askarga muhtoj bo'lib turgan bir paytda Netanyahu hukumatı harbiy xizmatdan qochib yurgan 10 minglab dindor ultra-ortodoks yoshlarga hibsga olinmaslik va jazolanmaslik kafolatlarini berdi. Oddiy qilib aytganda, hukumat o'z kursini saqlab qolish uchun armiya ehtiyojlarini va mamlakat xavfsizligini qurbon qildi. Muxolifatning cheksiz g'azabi va Netanyahuni sotqinlikda ayblashining tub sababi ham aynan mana shu misli ko'rilmagan adolatsizlikdir. Muxolifat yetakchisi Yair Lapid bu vaziyatni juda ochiq, ammo haqiqatni ochib beruvchi so'zlar bilan tushuntirdi. Dunyoviy oddiy oilalarning farzandlari frontda vatan uchun jon berib, qon to'kayotgan bir paytda dindor yoshlar bu majburiyatdan osongina qutulib uyda o'tiribdi. Netanyahu ushbu qonun orqali Isroil fuqarolarini ochiqchasiga ikki toifaga ajratib qo'ydi. Go'yoki bir guruh insonlarning qoni va hayoti boshqalarnikidan muhimroq va qadrliroqdek. Aynan mana shu kamsitish frontda jang qilayotgan askarlar va ularning oilalari uchun kechirib bo'lmas xiyonat bo'lib tuyulmoqda. Bundan tashqari muxolifat Netanyahuni o'zining jinoiy sud ishlari va bosh vazirlik kursini saqlab qolish uchun ultra-ortodoks partiyalar bilan iflos kelishuv tuzganlikda ayblamoqda. Diniy partiyalar Netanyahu hukumatini qulatish bilan tahdid qilgach, u darhol taslim bo'ldi va davlat xavfsizligini ularga hadya qildi. Urush ketayotgan pallada dindorlar uchun harbiy daxlsizlik berilishi Isroil mudofaasini to'g'ridan-to'g'ri zaiflashtirdi. Harbiy safarbarlik yukining faqat ma'lum bir qatlam zimmasiga yuklanishi jamiyatda chuqur bo'linish va harbiy inqirozga zamin yaratdi. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sharon Haskenning iste'foga chiqishi va Oliy sudga yo'llagan arizalari shuni ko'rsatadiki, Isroil muxolifati va xalqi o'z kelajagini shaxsiy manfaati yo'lida sotgan rahbar bilan murosaga kelmoqchi emas. Netanyahu o'z kursini saqlab qolgan bo'lishi mumkin, ammo u o'z xalqining ishonchini butunlay boy berdi. Ukraina mudofaa tizimi chuqur inqiroz yoqasida. Yarim yildan buyon mamlakat mudofaa vazirligini boshqarib, harbiylarni zamonaviy texnologiyalar va dronlar bilan ta'minlab kelgan xalq orasida yuksak obro'ga ega Mikhail Fedorov lavozimidan chetlatildi. Bu qaror butun mamlakat bo'ylab misli ko'rilmagan norozilik va g'alayonlar to'lqinini keltirib chiqardi. Aslida hammasiga harbiy elitadagi ichki urush sabab bo'ldi. Deya raqamli tizim orqali Ukrainada texnologik inqilob qilgan Fedorov mudofaa vazirligiga kelgach, sovetcha byurokratiya va shubhali xaridlarga qarshi keskin kurash boshlagandi. U ochiq tenderlar joriy etib, bosh shtabning asossiz moliyaviy so'rovlarini rad etdi. Bu esa frontda eski usullar bilan urushayotgan bosh qo'mondon Aleksandr Sirskiyga yoqmadi. Ikki rahbar o'rtasidagi ziddiyat shu darajaga yetdiki, Sirskiy prezident Volodimir Zelenskiyga ochiqchasiga ultimatum qo'ydi. Zelenskiy esa urush ketayotgan bir paytda islohotchi vazirni qurbon qilib, eski tizim generallari tomonini tanladi. Fedorovning iste'fosi xalq orasida xiyonat sifatida baholanmoqda. Dnepr, Kharkov, Lutsk, Lvov, Nikolayev, Odessa, Poltava, Rivne va Jtomir ko'chalari namoyishchilar bilan to'lib toshdi. Odamlar qo'llarida bu kalamushcha harakat "Fedorovni qaytaring" degan
plakatlar bilan hukumatga qarshi chiqmoqda. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Ukrainaning dunyo bo'ylab yordam yig'uvchi mashhur United 24 platformasi tahririyati namoyishchilarni qo'llab ish tashlash e'lon qildi. Harbiylar safida ham bo'linish boshlandi. Havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari polkovnik Pavel Yelizarov bunga norozilik sifatida iste'foga chiqdi va bu qarorni mamlakat mudofaasiga qilingan yovuzlik deb atadi. G'arb matbuoti va tahlilchilar dahshatda. Nufuzli Financial Times Fedorovni dronlar inqilobining me'mori deb atab, uning ketishi Ukrainani kuchsizlantirishini yozmoqda. Rossiyalik harbiy blogerlar esa bu yangilikni bayram qilishmoqda. Ular uchun eng xavfli, g'ayratli va aqlli texnokrat o'yindan chiqarildi. Siyosiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, Fedorovning tez fursatda haddan tashqari ko'p siyosiy obro' qozongani va g'arb hamkorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri yaqin aloqa o'rnatgani Zelenskiy ma'muriyatini xavotirga solgan. U xalq orasida Valeriy Zaluzhniy kabi xavfli siyosiy raqibga aylanib borayotgan edi. Zelenskiy ushbu isyonkor vazirdan qutulish uchun butun hukumatni, jumladan bosh vazir Yulyani ham qurbon qildi. Endi bu lavozimga ichki ishlar vaziri Igor Klimenko yoki general-mayor Yevgeniy Xmarov nomzodi ko'rilmoqda. Biroq Rossiya yangi safarbarlik to'lqiniga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Ukrainaning eng muvaffaqiyatli vazirini ko'chaga uloqtirishi mamlakatni zamonaviy urushdan yana eski Sovet botqog'iga qaytarishi mumkin. Ukraina harbiy razvedkasi rahbari Kirill Budanov ham vaziyatga munosabat bildirdi. U to'g'ridan-to'g'ri ismlarni tilga olmagan bo'lsa-da, hukumat ichidagi bu mojarolar xalq birligiga zarba berayotganini va hozirgi vaziyatda ichki urushlar dushmanga qo'l kelishini aytib, elitani ogohlantirdi. Afg'oniston muvaqqat hukumatining fazilatlar vaziri Xolid Hanafiy yaqinda o'zbek jamoatchiligining keskin g'azabiga sabab bo'lgan bir bayonot bilan chiqdi. U bir paytlar islom sivilizatsiyasining eng yorqin beshiklari bo'lgan Samarqand, Buxoro va Termiz shaharlarida bugun islomning faqat nomi qolganini da'vo qilib, o'zbek ulamolarini ham keskin tanqid ostiga oldi. Bu chiqish o'zbek matbuotida va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning tuzini yeb, tuzlig'iga tupurish sifatida qabul qilindi. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshobda horat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga, peshobdagi muammolarga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun telefon 71 208 66 55. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Vazir islom ummatiga rahbarlik qilish vazifasi ulamolar zimmasida bo'lishi lozimligini qayd etgan va O'zbekiston diniy ulamolarini ham tanqid qilgan. Shuningdek, Tolibon mulozimiga ko'ra, O'zbekiston boy islomiy merosga ega bo'lishiga qaramay, islomdan ancha uzoqlashgan. Biroq Afg'onistondagi hukumat O'zbekiston haqidagi ushbu bayonot mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirib, uni keskin rad etdi. Bu haqda Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarni oldini olish vazirligining Afg'onistondagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasiga yo'llagan raddiyasida so'z borgan. Raddiyat matni Qalampur.uz nashriga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan taqdim etildi. Unda bildirilishicha, O'zbekistonning Qobuldagi elchixonasi ushbu xabarlar yuzasidan zudlik bilan tegishli o'rganish ishlarini olib borgan. 16-iyul kuni Qobuldagi O'zbekiston elchixonasi nomiga Fazilatlarni targ'ib qilish va yomonliklarning oldini olish vazirligi tomonidan raddiya murojaati kelib tushgan. Qayd etilishicha, unda ayrim doiralar va ommaviy axborot vositalari vaqti bilan ikki qardosh davlat o'rtasidagi ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari muhitiga putur yetkazishga va faktlarni buzib, ularni noto'g'ri talqin qilish orqali o'zlarining g'ayrli maqsadlariga erishishga harakat qilishi ta'kidlangan. Jumladan raddiya murojaatida quyidagilar keltirilgan. Birodar, O'zbekiston bo'yicha pozitsiyamiz aniq. Ushbu yurt islom ummatining ko'plab buyuk ulamolari, jumladan Imom Buxoriyning muqaddas vatanidir. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida chuqur diniy, tarixiy, madaniy va xalqlar mushtarakligi mavjud. Biz ushbu munosabatlar va o'xshashliklarni alohida qadrlaymiz. Shu bois ayrim ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston deb salbiy talqin qilingan bayonot va chiqishlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biz bunday da'volarni qat'iyan rad etamiz va ularni faktlarni buzish deb ataymiz. Shuningdek, raddiyada ikki davlat o'rtasidagi birodarlik, o'zaro hurmat va yaxshi munosabatlar muhiti bundan keyin ham yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirilgan. Bizda hozircha shular. Voqealar rivojini doimgidek bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni, eng muhim xabarlarni birinchilardan bo'lib o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni
unutmang. Pastdagi kommentariyani bosib, Telegram sahifamizga obuna bo'lish orqali esa har daqiqada yangiliklardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.